Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda ichki ishlar xodimlari do'konlari snosga tushgan fuqarolarga kuch ishlatdi. Bilinglar, menda juda katta ma'lumot bor. Prezident haydovchilarning mastligini aniqlash tartibiga o'zgartirish kiritiladi. Mirziyoyev elektr uzilgan birinchi tunda nimadan qo'rqqanligini aytdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Tanish-bilishchilik bor, adolat yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev maktablardagi korrupsion holatlar haqida to'xtaldi. Tanish-bilishchilik bor, o'rtada adolatlilik yo'q. O'rtada bir kichkinagina mutaxassis hal qiladi bizni taqdirimizni. Shu maktab deydi. Lekin shu maktab haqiqatda shuncha pul berishi kerakligini hech kim bilmaydi, deydi Shavkat Mirziyoyev. Ichki ishlar xodimlari do'konlari snosga tushgan fuqarolarga kuch ishlatdi. Ichki ishlar vakili holatga munosabat bildirdi. Avvalroq Qalampir.uzda Yunusobodning yangi hokimi ishni snosdan boshladimi nomli jurnalistik surishtiruv e'lon qilingandi. Kecha 28-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlari Yunusobod tumani 6-mavze, Moyqo'rg'on ko'chasi 6-uy yonida joylashgan do'konlar egasi Ashraf Najmiddinovni kuch ishlatib, prokuratura binosiga olib kirishga urinayotgan. Bunga esa Najmiddinov va uning qarindoshlari qarshilik ko'rsatayotgani aks etgan video tarqaldi. Holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov Qalampir.uzga izoh berdi. Holat yuzasidan prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yunusobod tumani 6-mavzeda faoliyat olib borgan fuqaro Ashraf Najmiddinovni guvoh sifatida prokuraturaga taklif qilishgan. U borib guvohlik berishdan bosh tortgan. Shu sababli tergovchi fuqaroni majburiy olib borish to'g'risida qaror chiqargan. Ichki ishlar xodimlari fuqaroni prokuraturaga olib borish vaqtida ularga fuqarolarning yaqin qarindoshlari xalal bergan. Xodimlarning qonuniy talab bajarilishi kerakligi haqida har qancha tushuntirilmasin, keskin qarshilik qilib voqea joyiga blogerlarni chaqirishgan, dedi G'iyosov. Vazirlik matbuot kotibining qo'shimcha qilishicha, ichki ishlar organlari xodimning qonuniy talablarini bajarmaslik va unga qarshilik ko'rsatish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 194 va 195 moddalari bilan javobgarlikka sabab bo'ladi. Bilinglar, menda juda katta ma'lumot bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlarni ogohlantirdi. Bilinglar, menda juda katta ma'lumot bor. Shularga to'siq bo'lgan tuman, shahar hokimlariga siyosiy baho beraman. Bu yangi O'zbekistonning tizimi, dedi Mirziyoyev. Haydovchilarning mastligini aniqlash tartibiga o'zgartirish kiritiladi. O'zbekistonda haydovchilarning mastligini aniqlab, tartib-qoidalarga o'zgartirish kiritilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Oliy sudi, Bosh prokuraturasi va Moliya vazirligining transport vositalari haydovchilarning mast holatda ekanligini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qo'shma qarori loyihasi e'lon qilindi. Loyihaga ko'ra, yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilgan hollarda transport vositasi haydovchilarning mast holatda ekanligini aniqlash bo'yicha tibbiy tekshiruv davlat yo'l xavfsizligi xodimlarining ishtirokisiz pulli asosda o'tkaziladi. Tibbiy tekshiruv uchun transport vositasi haydovchilari tomonidan to'lanadigan pul miqdori sog'liqni saqlash organlari tomonidan tasdiqlangan press-kurant asosida o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi. Transport vositalari haydovchilarining alkogolli ichimliklar, giyohvandlik vositalari ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast holatda ekanliklarini aniqlash uchun tibbiy tekshiruv uning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport yokida ID karta, haydovchilik yoki belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma asosida amalga oshiriladi. Tibbiy tekshiruv natijalari bo'yicha mazkur nizomning birinchi ilovasiga muvofiq 2 nusxada bayonnoma tuziladi. Bayonnomaning bir nusxasi yo'l transport hodisasi ishtirokchisini tibbiy tekshiruvga olib kelgan davlat yo'l xavfsizligi xodimiga hamda xodimlarning ishtirokisiz yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilgan hollarda esa tekshiruvdan o'tkazilgan shaxsning o'ziga topshiriladi. Bayonnomaning ikkinchi nusxasi tibbiy muassasasida qoladi. Bayonnomada tekshiruv sanasi va tartib raqami, alkogolli ichimliklar, giyohvandlik vositalari ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast holatda ekanligini aniqlash bo'yicha tibbiy tekshiruvdan o'tgan shaxslar hisobini yuritish daftarining tartib raqamiga muvofiq holda ko'rsatiladi. Tibbiy tekshiruvdan o'tkazish natijalari to'g'risidagi xulosa
tekshiruvdan o'tkazilgan shaxsga uni olib kelgan davlat yo'l xavfsizligi xodimi oldida xodimlarning ishtirokisiz yo'l transport hodisasi to'g'risida xabarnoma tuzilgan hollarda esa davlat yo'l xavfsizligi xodimi ishtirokisiz tanishtiriladi. Xodimlarning ishtirokisiz yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilgan hollarda tibbiy tekshiruv natijalariga ko'ra transport vositasi haydovchisida mastlik holati aniqlangan taqdirda tekshiruvni amalga oshirgan tibbiyot xodimi tomonidan bu haqda zudlik bilan ichki ishlar organlariga xabar beriladi. O'zbek ilm-fani og'ir judolikka uchradi. O'zbekiston Respublikasi fan arbobi Hamza nomidagi davlat mukofoti sovrindori, filologiya fanlari doktori, professor, katta adabiyotshunos olim Umarali Normatov 91 yoshida vafot etdi. Umarali Normatov 1931-yil 3-yanvarda Farg'ona viloyati Beshariq tumanida tug'ilgan. 1957-yil Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini tugatgan. Toshkent davlat universiteti filologiya fakultetining o'zbek adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchi, dotsent, kafedra mudiri, 2001-yildan kafedra professori bo'lib ishlagan. Ilmiy faoliyatida realizm masalalari, 20-asr o'zbek adabiyoti, adabiy jarayon hamda adabiy tanqidchilikning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek Abdulla Qodiriy, Shuhrat Xolmirzayev, Pirimqul Qodirov, O'tkir Hoshimov kabi ijodkorlarning asarlari bilan bog'liq masalalar muhim o'rin egallaydi. Olim Nasrimiz ufqlari, Qalb inqilobi, Qodiriy bog'i, Umumbaxsh tamoyillar, Qahhorni anglash mashaqqati kabi kitoblar muallifidir. Jamoamiz nomidan uning barcha yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Mirziyoyev elektr uzilgan birinchi tunda nimadan qo'rqqanligini aytdi. Joriy yilning 25-yanvar kuni mamlakat elektr ta'minotida keng ko'lamli uzilish ro'y berganda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryodagi issiqlik elektr stansiyasi yonib ketishdan qo'rqqan. Bu haqda prezident Mirziyoyevning haftalik faoliyatiga bag'ishlangan Menimcha loyihasining 3-sonida aytib o'tdi. Birinchi ommaviy axborot vositalaridan odamlarni ogohlantirishni so'radim, chunki xalq sarosimaga tushib qolishi mumkin edi. Metrodan qancha odam chiqarildi? Tog'dan necha kishi olib chiqildi? Nechta svetoforlar ishlayapti? Qayerda GAI turibdi? Telefon nima bo'ldi? Bular haqida har daqiqa xabar berdik. Hammani baqirtirdim, baqiringlar dedim. Hech kim uxlagani yo'q kechasi. Birorta odamni yo'qotmaylik deb harakat qildik. Bu juda katta ofat bo'ldi, shunchaki hisoblagichni ochib tuzatadigan avariya emas. Hamma narsani o'chirishimizga to'g'ri keldi. Men stansiya yonib ketishdan qo'rqdim. Sirdaryodagi stansiya yonib ketgan. 1982 yoki 1983-yil edi. Mana shunday avariya bo'lgan. 6 ta stansiyaning hammasi yonib ketgan. Shu sabab bosh vazir bilan doimiy aloqada bo'ldim. Bir kunda qancha sochimiz oqardi degan prezident videoselektor vaqtida elektrdagi uzilishga to'xtalib